ovqat yeyishdek qulay narsa bu. Choy ichishdek qulay va unday istakli bo'laman desangiz, shu mashqni o'rganing. Masalan shu. Miyam bunga diqqat qiling. Shuni buzmasing kerak, tamommi? Endi ikkita ish beraman miyamga. Ham buni buzmaysan, ham kitob o'qiysan, tamommi? Kitob o'qib tushunishing kerak. Buni ham buzmasing kerak. Miya ikkita ishni qilishni boshlaydi, tamommi? Hozir oson tuyulyapti, o'qib ko'rsanglar bir bet o'qiy olmaysizlar. Tushuna olmaysizlar ham. Nima o'qiganingizda ham tushuna olmaysizlar. Chunki miya bunga buni qilsanglar bu bo'lmay qoladi, buni qilsanglar bu bo'lmay qoladi. Lekin agar siz masalan 10 kun jiddiy jahd qilibdi endi 15-20 bet, 30 bet o'qivering, tushunmasangiz ham. Keyin miya xuddi ikkita hujjat boqqan ajraganda ikkiga ajraladi. Bittasi bunga ishlaydi, bittasi bunga ishlaydi. Agar siz yana kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, ayni paytda musiqa ham eshitishni boshlang. Ham buni qiling, ham musiqani